Men beray. Sizlar neri turinglar? Aliler kichik balaga o'xshash bek xushal o'ynadi. Men davomli o'zimni erkin qo'yib tishim kerak. Mening qo'lim. Hamoqat. Bir qushni tutamagan. Men sizning jarohatlarini ko'rib baqay. Xapomislar. To'z qasdanga qilmadi. Shafoatlik alilari mushunchalik kichik ishlarga xapomislar. Boshqalardan ag'rinmaslar. Yanıla mening xonishim meni tushunadi. Bugundan boshlab men mijaz yaxshi podshoh bo'laman. Huquq va kuch bilan, yana aql bilan xalqni qoyil qilaman. Alileri çapa çektiler. To'xta! To'xta! Qalbini maqma! To'xta! Qarab tur. Alileri geçti bu valla. Bu kimning yov eshigi? Ulug' alileri. Bu mening eshigim. Qop yurak. Podshoh. Alileri kechirsizlar. Eshikisi yo'q. Bundan keyin eshigingni yaxshi boshqargan, Bo'ldi, o'yiningni o'yna. Alloh bala. Podshoh haqiqatan mehr shafqatli. Haqiqatan shafqatli. Alileri bu chiroyli qilni o'zlariga tutay. Mijaz yaxshi podshoh bo'lsa, haqiqatan yaxshi bo'lar ekan. O'g'irni tutinglar. O'g'irni tutinglar. To'xta. Texi mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlig'idek bo'ldingmi? Nima ish bo'ldi? Podshoh. U mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlab oldi. Bu qanday podshoh xafa bo'ladigan bo'ldi. Shundoq uni nas bosdi. Xotirjam bo'l. Men seni jazolamayman, Alilerning shafoatiga chiqqanlar. Men bir mijaz yaxshi podshoh. Men nimishqa qalaymaqon odam jazolag'udekman. Men bo'lsam bir shafoatli podshoh. Podshoh bugun nima bo'lgandi? Bu odam tanilikka. Selim bayağı da burada. Selim bayağı da burada. Adam vuruvatıdı, yana adam vuruvatıdı. Neymiş kılıyorsun? O degan o'g'ri. Albatta uni urmanda. Neymiş ki xalqancha odam ursiz? Alileri, bay jazolanishga haqli. Alileri, siz shundoq shafqatli, hech qanday odamni jazolamaylar deganim to'g'rimi? Abaska, alilerga zodi nim bo'ldi bugun. Bugun atigan alileri qasam berib, buningdan keyin yaxshi mijozlik podshoh bo'laman, hech qanday odamni jazolamayman dedi. Ben kendi değişip gitti. Bay bu bir neçə gündür padişahın aç tərəfini tutulub nayis pul vermeydi. Yani pul qarzağa ücret yersi verdi. Yani meni qo'yimni elib ketdi. Bu meni qo'yib be. Padişah hech qanday odamni jazolamayman dedi. Men nima qilib ketdi shuni qilaman. Hem de işler qalayım qalışıb ketdi. Qaraganda padişahni burungi vaqtga akasak bo'lg'idek. Tapdim. Hürmetli padişah, agar o'zlari davomli mushunaq ketaversizlar, qoida tuzum yo'qolib ketadi. Men hargiz xafa bo'lib odam jazolamayman. Undaq bo'lsa, u qoidalarni nima ish qilamiz? Alilari, agar sizlar xafa bo'lib qolsalar, shu chog'da yana qoida tuzumlarni ishlatib qolamlar, Albatta. Yo'q, men hargiz xafa bo'lmayman. Hürmetli alilari, sizlarni shaxmatga bak usta deb angladim. Bir qo'l o'ynab baqsa qandaq? Bak yaxshi bo'ldi. Xonishayim, ular mushundaq o'ltirg'ili xeyli uzun bo'ldi. Yana saqlab turaylik.
Nasırdin, başlaylı. Bo'ladi, alilari. Sana karantimni bir ko'stib qo'ymasam. Alga. Hujum. Alga. Asta, men xato men qo'ydim. Xato men qo'ydim alilari. O'zgartgili bo'lmaydi. Yeni bilishqi bo'lmaydi. Alilari, men degan kichik bola o'zlari cho'ng tursilar, menga yo'l qo'ysizlar. Bu hujum qo'ytinglar, hujumga. Isap emas. Xato bo'lib qoldi, isap emas. Isap emas. Isap emas. Isap emas. Isap emas. Isap emas. Bir qatimda usturishni belgilaydi. Taş qaycalata, taş qaycalata, taş qaycalata. Men xato men qo'ydim. Asli bu yerga mangmaydim. Bu yerga mangmaydim. Sen yeni vaqili 12 qatim bo'ldi. Alilari, xafa qoldinglarmi? Kim xafa bo'pti? Men xafa bo'lmayman. Alilari, kechki tomoq tayyor bo'ldi. Alilari birdam aramayli vasla. Nasriddin o'zlariga sovg'at ep kepti. Nima sovg'at? Ha, birdan turib bilib qoladilar. Nasriddin, sen epga yegan to'xu kavup shundoq mezillik ekan. Alilari, biz birdan turib tepkish o'ynaylik. Nimandaq chiroyli tepkish bu? Ha? Bu tepkishning paylari ajab tonish ko'rinadi. Ha, bu pay o'zlari yeyotgan to'xoning paylari. Sen meni bak teriktirding. Shahmatni yeni olgan oz deb yana mening oq tuzimni pishirib yeyitibsan. Meni bak teriktirding Nasriddin. Kelinglar. Hurmatli alilari, oxiri xafa bo'ldilar, ha? Men xafa bo'ldim, seni jazolayman. Alilari oviyaga qarasizlar. Meni oq tuzim. Bu nima ish? Men sening oldin qaltang tushibdiman-da. Alilari bir shafqatli podshoh bo'lish uchun old bilan mukofot bilan jazolash aniq bo'lishi, andin saxovatli bo'lish kerak. Shunda qilgandilar andin haqiqiy shafoatli podshoh bo'g'il bo'ladi. O'zlari cho'qim yaxshi podshoh bo'la oladilar. Men aslida yaxshi podshoh. Undaqda Boy xo'jamning ishini qanday qilsak bo'lar? Bu boliniza. Kelinglar, mendan buyruq. Boy 50 tilla jarimani to'lasin. Har kuni bozorni tozlasin. Tamam. Nima nasib bo'lsin? Begi. Sayron bo'ladi ham bo'ldi. Men cho'qim tirishman xotin.